Sahaba, 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 sahaba. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Tuvanda Islom chakarlar guruhi tarafidan tarjima qilingan Payg'ambar alayhisalomning sahobalari nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari Mahmud Misri, Abu Ammar, Faziletlik doktor Sayyid ibn Husayn al-Affanning kirish so'zi. Jimi hamdu sanolar olamlarning Robbi bo'lgan Allohga xosdir. U hammaga yetarlikdir. Alloh tanlagan bandalarga salom bo'lsin. Maqsadga kelsam, men xijilchanlik bilan bu qimmatlik, qadrli ustoz Mahmud Misri uchun kirish so'z yozyapman. Allah uning kunlarini o'z dini uchun sovg'a taqdim qilish bilan obod qilsin. Ustoz mening haqqimda yaxshi gumon qilibdi. Biz bo'lsak miskin kishilarmiz. Bu o'ringa loyiq emasmiz. Bu qimmatli yaxshilikqa da'vat qilguvchi oliy himmatli kishi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan iborat yo'lboshchilar haqida kitob yozyapti. Payg'ambar alayhisalom sahobalar haqida mundaq degan: kishilarning yaxshisi mening zamondoshlarim. Undan qolsa ulardan keyin kelganlar. Undan qolsa ulardan keyin kelganlar. Undan keyin kelganlar. Ular haqida shoir mundaq deydi: Yamrab turgan dengizlarni keydimizda qoldirdik biz. Nadin bilsin xaloyiqlar, qayoqlarga buraldik biz. Alloh uning amaliga barakat bersin. Uning xushbiroq qalbini barakatli qilsin. Bu qimmatli kitobni uning yaxshilik tarosiga silib bersin. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. O kuni mal va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamga foyda yetkaziladi. Sura Shuara 88-89 oyatlar. Degan kunda mukammal ajr bersin. Duoyimizning oxiri Alhamdulillahi robbil alamin. Jimi hamdu sanolar olamlarning parvardigori Allohga xosdir deyishdan iboratdir. Parvardigorning rahmatiga muhtoj banda Sayyid Husayn al-Affani. Hijriya 1920-yili Sha'ban oyi. Abdurning kirish so'zi. Butkul madhiyalar Allohga xosdir. Biz Allohni maqtaymiz. Allohdan yordam va kechirim so'raymiz. Allohga sig'inib nafsimizning yomonliklaridan va yomon amallardan panohlik so'raymiz. Allah hidayet qilgan kishini ozdirg'uchi yo'qdir. Allah ozdirgan kishini hidayet qilg'uchi yo'qdir. Guvohlik bermanki, Allohdan boshqa haqiqiy ma'bud yo'qdir. Allah yekiganidir. Allohning shirki yo'qdir. Guvohlik bermanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning bandisi va elchisidir. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmon holatinglar bilanla vafot bo'linglar. Sura Al-Imron 102-oyat. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey insonlar, sizlarni bir insondan, ya'ni Odam alayhisalomdan yaratgan, shu insondan, ya'ni o'z jinsidan uning juftini, ya'ni Havvoni yaratgan va ulardan, ya'ni Odam bilan Havvodan nurg'un ayollarni yaratgan Parvardigoringlardan qo'rqinglar. Bir-biringlardan narsa so'raganda nomi bilan so'raydigan Allohdan qo'rqinglar. Sil rahimni uzib qo'yishdan saqlaninglar. Alloh haqiqatan sizlarni, ya'ni butkul ahvolinglarni kuzatib turg'uchidir. Sura Nisa 1-oyat. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum va yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ey müminler, Allah'tan korkunglar, doğru sözle kılыңlar. Allah sizlerinin amellaringlarni tuzaydi. Yani sizlerni yaxshi amellerge muvaffaq qiladi. Günahlarыңlarni mağfiret qiladi. Kimki Allah'a ve onun peygamberge itaat qilsa, katta muvaffaqiyat qazangan bo'ladi. Sura Ahzab 70-71 oyatlar. Maqsadga kelsak, bu ummatning ahvoli faqat ummatning avvalining ahvoli tuzalgan narsa bilan tuziladi.
Allohga va oxirat kuniga ishongan aqlli kishi shuningga shaksiz ishonadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari payg'ambarlardan qolsa maxluqotlarning eng yaxshisidir. Ularga eng afzal rahmat va salomlar bo'lsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallam odam bolalarining eng sardoridir. Uning sahobalari yer yuzida barliq kelgan xalq va ummatlarning yaxshisidir. Ularning ahvoli, axloqi va tarixini bilish payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ulgu qilib yashashni iroda qilgan mu'minning yo'lini yo'ritib berdi. Alloh taolo mundaq deydi: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Ularning qissasidan aql egilari albatta ibrat oladi. Sura Yusuf 111-oyat. Sahobalar payg'ambar alayhisalomdan keyingi islomning tarqatuvchilari va qo'g'dug'uvchilaridir. Alloh ularni o'z payg'ambariga hamroh bo'lishga va uningdan keyin uning elchiligini tarqatishga tanladi. Alloh ularni aqladi va Allohning kitobidagi nurg'un oyatlarda mukammallik sifatlari bilan sifatlandi. Alloh taolo mundaq dedi: "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloha alayhi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila." Müminlarning ichida Allohga bergan ahdisini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi shahid bo'ldi, ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Parvardigoriga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q. Sura Ahzob 23-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Rijalul la tulhihim tijarah wa la bay'un an zikrillahi wa iqamas salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar." Ular shundoq erlarki, savdo setiq ularni Allohni zikr qilishdan, namoz o'qishdan, zakot berishdan g'aflat qoldirmaydi. Ular dillar va ko'zlar qalaymiqanlashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. Sura Nur 37-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim." Hammadan ilgari iymon etgan muhojirlar va ansarlardan yaxshilik qilish bilan ularga ergashganlar, ya'ni tabiinlar va qiyomatgacha ularning yo'lda manganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ularmo Allohdan mamnun bo'ldi. Alloh ularga ostidan o'stanlar yiqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Sura Tavba 100-oyat. Alloh taolo yana mundaq deydi: "Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما." Muhammad sallallahu alayhi va sallam Allohning rasulidir. Uning bilan birga bo'lgan mu'minlar kuffarlarga qattiqdir. O'zaro kuyimchandir. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rsan. Ular Allohning fazlini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdaning asridan nishonlar bor. Ana shu ularning Tavratdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, shox chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ondan o'z qo'li bilan o'ri turgan, bolluqligi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mabtun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mu'minlarni mundaq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xafa qilish uchundir. Alloh ularning ichidan iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi. Sura Fatih 29-oyat. Ular insoniyat tarixida o'xshash ko'rilmagan kishilardir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalari har jihatdan taqdirlashlarga erishgan edi.
Ular taqvoliq va parhezkorlikda yuqori pallaga yetgan, ixlosmandlik va samimiyat simovliga aylangan, ilm va amal jihati mash'al bo'lgan da'vat va harakatda botir edi. Ular qaysi yaxshi xislatda oldiga o'tib ketmadi, qaysi to'g'ri ishda g'alaba qilmadi. Allah bilan qasamki, ular hayotining buluqining tatliq, sap shirin suydan ichdi. İslamning ulini kuchlantirdi. O'zidan keyingilarga so'z qoldirmadi. Ular Qur'on bilan qilgan odilligi va iymoni bilan qalblarni jihad va Qur'on bilan shaharlarni fatih qildi. Ular islomning dastlabki mezgillarida uningga yordam berdi. Puldorlar puliga bexillik qilgan vaqtda jinni pido qildi. G'ofillar kiyimga o'rnib olganda botirlik ko'rsatdi. Ularning qalblari, badanlari, qonlari va mollari Alloh azza va jalla uchun atalgan edi. Ular qo'rsoq beqish, yipak kiyimlarni kiyish va huzur halovatlarga g'arq bo'lishni o'z g'imi qilmagan edi. Ular shariatni haqdan burilib ketganlarning nafs xohishlaridan qo'g'dab qoldi. Dinni dushmanlarining hujumidan saqlab qoldi. Ular Qur'onning tushkuniga shohid bo'ldi. Qur'onga ixtiyoriy yo'sinda amal qildi. Ikki vahiyni zimmasiga oldi. Ikki bayatga qatnashdi va ularning ko'pinchisi ikki qiblaga qarab namoz o'qidi. Har bir kishining g'imi bor. Ularning g'imi La ilaha illallohni ustun qilish edi. Har kishining maqsadi bor. Ularning maqsadi eng yuksak edi. Ular Allohni va Allohning payg'ambarini deb mol dunyolardan ayrildi. Lekin ular buning bilan qanoatlanib qolmasdan, jonlarni taqdim qilib, qonlarni oqqizib, Alloh yo'ldagi azobni lazzat bilmagicha bo'ldi qilmadi. Alloh ulardan rozi bo'lsin va ularni rozi qilsin. Ularga mangulik jannatlarda esil o'rin bersin. Agash kuchlar ana shularga agashsin. Chunki ular bu ummat ichidagi qalbi eng sog'lom, ilmi eng cho'nqur, takallufi eng oz, yo'li eng to'g'ri, sifati eng yaxshi kishilardir. Ular jihad soyasida o'sgan erkaklar, yuksaklik ham saxiylikda dunyoga kelgan, peshonasi sajda qilar Xoliq faqat, koinotni yaratganga qilar ibodat. Ulug' g'oya maqsadlarga xitoblar qilar, Allohni maqsad qilgan avangard ular. Haqiqat ustida fikr yurgizgan qalbga ega odam yoki vaz-nasiyatga huzur qalb bilan quloq soladigan odam uchun vaz-nasiyat bo'lishi uchun ularning xabarlari va tarixlarini bilish va uni musulmonlar orasida tarqatish biz uchun zarurdir. Chunki ular bizga islomni to'g'ri usulda yetkazgan kishilardir. Islom dushmanlari islomni yetkazuvchilarga ta'na qilish orqali islomga ta'na qilmaslik uchun islomni muhofazat qilish, sahobalarning tarixiga ko'ngil bo'lishni majburiyat qilib bekitdi. Biz yashayotgan o'lchamlar turoqsiz. Yaxshi sahobalarga til tekkizayotgan bu asrda bu kattalar to'g'riliq so'zlash va ular yozib qoldirgan batlardan pardalarni ichish bizning ustimizga yuklangan vazifadir. Yer yuzida barliqqa kelgan eng yaxshi avlod va jamoatni kamsitgan va tillagan falsafachilar, munofiqlar, dinsizlar, kofirlar va bid'atchilarni to'sib qilish uchun bu bir mas'uliyatdir. Ularning bu sahobalarni ayblishi va tillishining birdan-bir sababi sahobalarning islomni taratquchi bo'lganligi va ularning bid'atlarini pochaqlaydigan, ularning azg'unliklarini oshkorlaydigan va ularning yomon niyatlarini ichib tashlaydigan hadislarni rivoyat qilganligidir. Balkim bizning to'g'ri dinimiz har vaqt yangilanib turadigan bir mo'jiza bilan ilgirki dinlardan farqlanib tursa kerak. U bo'lsa-mu hayotida faqat islom uchun yashagan, rohat ta'minini tetmagan, o'zlarining bo'shib qilishiga yo'l qo'ymagan, shuning bilan jimib qolmaydigan, uzilib qolmaydigan, charchab qolmaydigan va zerikib qolmaydigan qizg'in bir harakatga aylangan kishilarning bo'lganligidir. Mol dunyo va tabiat ularni hayotida g'amga solmagan dunyoning zibuzinnat va xushalliqlari ularning g'oya maqsadlariga to'salg'i bo'lmagan. Faqat Allohni rozi qilishni ulug' g'oyis qilgan. Qalblardan har xil aralashmalar aralashgan niyatlarni o'chirib tashlagan. Faqat Allohga xos bo'lgan edi. Shunga Alloh ularni o'zining hurmatli payg'ambarining mo'jizalaridan bir mo'jiz qilish bilan hurmatladi. Ular butun dunyoga shuni isbotladiki, Allohning dini mukammal dindir. Allohning shariatiga oldidinmi, keyinidinmi, ya'ni har tarafdan botil yuzlanmaydi. Kofirlar yomon ko'rgan taqdirdimi, Alloh o'zining nurini, ya'ni dinni mukammal qilguchidir. Garchi munofiqlar, zolim va fosiqlar yomon ko'rgan taqdirdimi, bu yaxshilarning xabarlari qalblarga davodir. Aqllarni kir, qasovat va ayiblardan tozalag'uchidir. Ulgilar yo'qolish girdobiga berib qolgan bir zamonda ulgi bo'lguchidir. Ular agishga tegishlik namunalardir. Keynida qolg'uchi oldiga o'tib ketguchining fazilatini tonishi, uning yo'li va uslubini tutib menishga tirishish kerak.
Bu yaxshilarning xabarlarini bilish bilan qalblar tiriladi. Ularning yo'liga ergishish bilan baxt saodat qo'lga keladi. Ularning tarixi va fazilatlarini tonish bilan yaxshi xislat va go'zal axloq fazilatlarini ulgu qilish hosil bo'ladi. Men qalam siyohlarim bilan yozgan bu betlardagi kamtuklikim uchun Allohdan kechirim so'rayman. Men bu pok kishilarning tarixini bilish uchun ularning tarjimal maydonlarida ko'p oylarni o'tkazgan bo'lsam-mo, bu jarayonda birdanmi zerikish his qilmadim. Chunki men o'zimni dunyo jannatida yashayotgandek his qilatdim. Aziz qarindoshlar va fazilatli hamshirlar, kelinglar, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tarix peshonasiga nurdin bo'lgan, qurlarni yezib qoldirgan sahobalardan 100 sahobaning ho'ylisida birga yashayli. Alloh azza va jalladan bu kitob bilan butun dunyodagi musulmon er va musulmon ayolga manfaat berishni, bu kitobni musulmonlar tomonidan qabul qilinadigan qilib berishni, menga bu xizmatda rostchilik va ixlosni rizq qilib berishni va o'zining ulug' jamoli uchun xolis qilib berishini va men kepanga o'riladigan kunda mening yaxshilik tarozimga silib berishini umid qilaman. Alloh yo'lboshchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlariga va sahobalarga rahmat va salomatchilik ato qilsin. Mehribon, mag'firat qiluvchi zotning afusiga muhtoj banda. Mahmud Misri, Abu Ammar. Bugungi anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Allohga omonat. Ulug' maqsad g'oyalar ular uchun xitobdir. Halol Leyla ko'zlaydi avangard ulga ular.